bunaqa uchun sidqidildan xizmat qilish eng ulug' sharafdir. Kasbidan qat'iy nazar, yurt manfaatini ustun qo'yganlar vatan posbonlaridir. Vatan uchun xizmat qilish bu nafaqat kasb, balki muqaddas burchdir. Halol mehnat va mas'uliyat vatan himoyasining muhim ko'rinishidir. Bugungi tinch hayotimiz ertangi avlodga qoldirilayotgan eng katta merosdir. Har bir mas'uliyatli ish vatan oldidagi burchning ifodasidir. Bugungi osoyishtalik fidoyi insonlarning mashaqqatli mehnati samarasidir.